Mana akalar, parvozlar uchun yangi qafaslarimiz kattaroqdan akamiz yasagan ekan. Buni ham hozir do'stlarga qo'shib yuboramiz. Ro'ycha bo'lib qoldi. Oldin bir qafaslar chiqargandi. Akamiz vaqtlarni bo'lmay qolyapti. Telefonda so'radim deydi. Shuning uchun telefon nomerlarini ola olmadik. Bu safar telefon quloqlardan oladiganlar bo'lsa, nomerlarini ham chiqarib beramiz degani uchun mana akamizning nomerlari telefonlar qilyapsizlar. Akasi qilib mana shu yerda qafaslar bor. Aytganingizga qarab yasab beraman deyapti. Mana qafaslarni joylarini ham mana ko'ringlar. Tepalarida, pastlarida eshiklarini mana holatlari. Joylari ham chiroyli bo'lgan ekan. Mayerlarda mana donlarni beryapsizlar ekan. Mana yaxshigina qattirilgan ekan. O'rtasiga shipirib tozalab chiroqchilar bo'laveradi ekan. Eshiklari, eski eshiklari. Katta eshiklari, mana ikkita eshiklarni ochib qo'yishib bo'lar ekan. So'mga bu sotildimi bu? Nechta bo'ldi bu? 1,5 millionga mana ekan. Dastlab qayerga ketdi bu? Sharq yulduzga mana sotilibdi ekan. Telefon qilyapsizlar. Stolchilar ham bor mana. Jo'rlikka stol. Stollar nech pul edi bular? Stolchalar 50 ming so'mdan ekan. Yig'iladi, taklanadi, yana qo'yib ko'rasizlar. Bas, kattagina chiroyli ekan. Salasdan kichkinalarni ham yasab beradi. Katta kichik har xil turlardan ham bor deyapti. Mana vizitkada ham rasmlarni ham qo'yib ko'rsatyapman. O'ras kattalar ham bor ekan. Yasab beramiz deyapti. Sog'ligiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana aka. Lekin kabutar parvozlari, parvozlar yaxshisizlar. Sizlar bilan bugun Andijon viloyati Qo'llanma kabutar bozoridamiz. Sharxonda mol bozorlar, kabutar bozorlar uzr omadcha ketib qoldi. Bu tomonlar tovuq bozorlar. Bu bozorlar oldin nagi tomonda bo'lardi. Hozir bu tomonga o'tdi bu kabutar bozorlar. Mana bu yerda mana kabutarlar uchun donlari, vitaminlari, dorilar, hamma yo'llari bor ekan. Don dishlar. Mana vitaminlar bor ekan. Zaten olmayın endi. Tarchamayapsizmi? Vitaminlar nech puldan bular vitaminlar? Vitaminlar 10-15 ming. 10-15 ming so'mdan. Narxlar 10-15 ming so'mdan ekan. Mana kaptallarga, dorilarda. Hozirgi paytda qanaqa o'rinlar bo'lyapti hozir kaptallarda? Hammasini ichib ketyapti. Ichib ketishi. Ichib ketishiga qaysi dorilarni tavsiya qilamiz? Xitoy dorilarimiz bor mana. Xitoy dorilari bor. Rossiyskiy dorilarimiz bor. Dorilar bor ekan. Bunaqa mana rossiyskiy suvga aralashtirilgan parashutlar. Xitoy bunaqa dorilarimiz bor, suvga aralashtirilgan. Dorilar bor. Manzil Shahrixon. Shahrixonda akamiz manzillari bitga. Hamma yoqqa bor. Mana dorilarni men o'zim sinab ko'rdim-da bularni. Bu hozir ko'znikim bu. Ko'zga effekti lekin mana shuniki yaxshi bo'ldi. Men bir kunda 2 mahal tomizdim. Ertalab kechbat lekin shuni effekti zo'r bo'ldi. Menga ancha yaxshi bo'ldi. Bir haftada 4 ta bozorda bo'lamiz. Seshanba, yakshanba, payshanba, juma. Bozorlarda akamiz Andijon hamma yoqqa boradi. Asakada Andijonga boradi, Sharxonda, Qo'llanma kabutar bozorida akamiz shu yerda sotadi dorilarda, vitaminlar, kiyimlarga oyoqga taqib qo'yadigan kalsiyalar ham shu yerda bor. Bular nech puldan qilib berasiz bularni? 4000, 5000, 2000. 4000, 5000, 2000 so'mdan ekan mana aka. Haligi dorilarimizdan ham bormi hali sutli oq-oq sutga o'xshagan ko'llar bor. Ularning ham effekti rosa kuchli edi ularni. Lekin u kelmayapti. U kelmayapti. Ulashlarda ham effektlari zo'r edi, o'zim sinab ko'rganman. Murojaat uchun 88 lik 581 71 70. Qilaveramiz, любой payt. Telefon qilaverasizlar, har xil oraliq 4 soat javob beraveramiz. Ko'z og'rig'i bo'ladi, ichki ketishlari, og'izda sariq chiqishlari, har xil kasalliklar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Akamiz unga qarab dorilarini chiqarib yuboradi xolosa. 88 lik 581 71 70 ekan telefonlari. Telefon qilaverasizlar. Balaga sog' bo'ling. Qizil hakkalar. Bular moda bormi?
Bu narmi mana mana. Bu nar bu. Qizil xajjalar necha pul ekanmi chinda aralash? Oqlar. 300 ming. 600 ming, 300 ming so'mlar ekan. Uchiryapsizmi bular? Uchirgansiz yo'qmi? Mana olinsin abi. Bu nechmi? Uchirgansiz yo'q bularda? Uchgan bular. Uchgan. Oldin uchgan o'yinlari bormidi bularni? O'yinlari zo'r. Mo'l 300 ming beraman, bering. Ha, savdosi bo'lyapti. Ya, obdi. Qaysi bunaqasiga savdosi bo'lyapti? Qizil xajja bunaqasiga? Oqmudami? Malongami? Bering, naqd oling. 300 ming so'm narx bo'lyapti mana savdo. Nega beryapti 50 mingdan hisobda? Bitta nar ketyapti. Mano aka, narmi modami mana? Moda, chiroyli moda ekan. Nech pul ekan bir ko'raylik. 300 ming bo'lishi. 300 ming so'm bo'lishi. Moda chiroyli moda ekan, juvona moda ekan-da. Bola ochmaganda ular. Bir zoq qilsam. Mana moda yana. Bir zoq qilsam 500 ta. Mana moda anchagina yaxshi ekan hozir. Bola olsanglar bo'ladi. Mana shu modada pallari ham yaxshi bo'ldi ekan. Nardan o chinni nardan ham qo'shib olsanglar bo'laveradi. O'ynamasa ham aka bu chinni nar nech pul? Bola chinni bolam bilan mana jup ekan. Ha, ikkovi tayyor jup ekan. 600 ming so'm kami bor ekan. Bering aka, bering akamiz qiziqdi. El bergan dedi, joniga el bergan. Yerda mana oqlar sizlar, mana yerda mana oqlar bor ekan. Oqin nasay chibilar bari. Nasay ekan, menimcha bular bitta zot bo'lsa kerak, o'xshayapti. Bulardan aka uchirgansizmi bularda? Bular bitta zot shekilli bular o'xshayapti bir-biriga. Hammasi bitta urug'lar. Bitta urug'lar ekan. Bular nech puldan bular? 300 ming, 400 ming. 300 ming so'm, 400 ming so'mdan ekan. Aka nomer aytamizmi qiziqqanlarga? Qiziqqanlar nomer aytamizmi telefonlarmi? 90lik. 90lik 758 06 62. Anjanskiy Jalaxodo Dushodbek. Anjanskiyda sotib ekan akamizni. Savdosi bo'lyapti. 300 ming so'mga akamiz bermayapti, qo'shing beraman deyapti. Qizil xakkanlar oqmoqda. 110 mingdan demadim joniga. Bu yerda mana sochlar bor ekan. Oq sochlar, oqlar bor ekan. Bu sizdanmi? Yo'qda bu sochlar ham oqlar ham shu akamizdan ekan. Telefon qilaverasizlar. Bu yerda mana oq juvona bor ekan. Nasachilik, qora hakka, qizil hakkalar bor ekan. Mana nanam gap yo'qlar ekan. Ko'ringlar mana. Qora hakkani, qora hakka bilan qizil hakkadan chiqqancha qizil chipari bor. Lekin bo'laveradi, qizil hakka, qora hakkalarga solsanglar bo'laveradi. Lekin kallalar, pallar toza. Chiqarsanglar bo'laveradi. Bu nar nech pul bu narimiz qoralar? Hakka 400 ming so'm. 400 ming so'm qora hakkalar. Bu bodam narmi nar? Nar to'g'ri. Qizil hakka nar. Bu ham nar shekilli bo'ladi. Bu moda serpar yaralashgan ekan bu. To'sh qizillardan chiqdi, to'shlar. Qizil to'sh ular serparcha aralashganlar ekan bular. Bular lekin yaxshi ekan. Bu ham sizdan? Bular uchmalar. Qizil soat uchmalardan. Telefon nomeri aytamizmi qizil hakkalarga? Yo'q. Bozorda chetda sotamiz, lekin qora hakkadan chiqarib olsanglar bo'laveradi ekan. Kallalari ham chiroyli ekan. Ko'zi balota ko'z. Qora ko'z emas. Balot takkan ko'zlari. Yog'i ham balot ko'z. Yaxshi, sog' bo'ling. Yo'qda vakillar, qolmanglar. Oq juvonalar, oqlar. Bu sizdanmi ular? Kimdan? Sizdan boshqa sizdanmi? Ular nech pul ekan bular? Nasay qo'shdi ular. Oq qo'shdi 400 ming so'm, nasachi? 200 ming so'm. 100 ming so'm. Bular jupa? Nar, hammasi narmi? Moda nar. Lekin juplab borsa bo'lar ekan, lekin chiroyli chiqadi. Uchiryapsiz bularni? Uchiryansizmi bular? To'g'ri, olamiz, sotamiz deyapti. Lekin bular uchadi, ekonga o'xshayapti, ko'ringlar mana. Qatmor ulardan. Shu uylari ham chiroyli ekan. Bu bola boqib turgan ekan, bu qo'shtiqlar. Bu ham sizdanmi? Bu yerda mana har xillardan bor ekan. Bular tanlab olish nech puldan bular ichidagilar? 30 ming so'mdan boshlab 100 ming so'mgacha ekan. Telefon nomeri aytamizmi? 97lik
583 necha 1961 yoqqanlarga telefon qilib lekin qo'shtirna savolinar ekan mana chubiklari ham savol ekan shulardan uchmalardan qo'shib bola osiylar bo'lar yana savol kattalar ekan yaram sizdan bo'lsa kerak bular ham Ko'ris xo'shlar bor ekan, qoralar. Formelar. Bu nech pul ekan bu qo'shtiq soch? Qo'shtiq jupi 300 ming nashta. Jupi 300 ming so'm. Bu soch bilan bu 5 jupa? Yo'q. Qo'shtiq jupi yo'q. Ular jupa nech pul ekan bu? Oq soch. Bularni ko'ri 100 mingdan. Yo 100 mingga jupa. 120 ming. Uçurganmikan bular? Uçurgan yo'qmikan bular? Uçurilgan. Garantiyalari bor. Uçurilgan katta. Bola qo'shtiq qanaqa uçargan va soch qo'shtiq? Buni modasi kuchli uçargan. Modasi kuchli, nariga qaragan. Mana yerga turibdi. Nari 1 soat yuryapti ekan. Nari 1 soat o'yinlari bormi ekan? O'yinlari bor, 2-3tagacha o'ynaydi. 2-3tagacha o'yinlari bor ekan. Modasiniki 5 ta. Modasiniki 5 ta o'yinlari bor ekan. No'g'ri aytamizmi aka qiziqqanlarga? Shu bozorda sotaveramiz. Yo'q, akamiz bozorda sotaveramiz deyapti. Qo'shtiq. Soch qo'shtiq ham chiroyli ekan. Taylari qora chiqqan ekan. Malakada sog'liqlar. Mana sochlar. Uchmasa ham mayli deyapti akaxon. Yerda yursa bo'ldi ya. Borma shunaqalarda. Bular nech puldan bular? Sochlar. Bular narxlar nech puldan bular? 100 mingdan. Bu soch Pokiston. Bularchi mana ular? 800 ming deyapmiz kam. 800 ming so'm. Jupagana bu sochlar ha? Uchadi. Ne soat tushyapti ular? 2 soat tushyapti. O'yinlari qanaqa bunda? O'yinlari bor. O'yinlari ham bor. Novot narmi? Ha. Nech pul novotlar? 300 ming so'm aka. Bu nomer aytamizmi qiziqqanlarga? Aytamiz. Nechilik? 99lik 640 01 17 ekan. Telefon qo'yasizlar mana novot kerak bo'lsa, qiziqqanlarga, sochlar qiziqqanlarga uchmalardan gaplashib olaverasizlar. Malakalar, sog' bo'linglar. Bu yerda mana haqa turlardan bor ekan. Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Rahmat. Tanlab olish nech pul bo'lyapti bularda? Tanlab olish 50 ming. Tanlab olish 50 ming so'mdan ekan ular. Haliga yo'q ketadiganlardan muomala tushgandan keyin qaytib tushmaydi. Istab yuraveradi. Ishga ham bormasdan faqat ashni istash bilan kun urib o'tayotgan. Qaysilar shunaqa? Mana yerda bu hakkalar uchadi mana bu. Hakka ham lekin chiroyli ekan mana hakka ham juvona. Ya narmi? Hakka nar. Hakka, qora hakka nar. Nech pul ekan bu qora hakka nar? Pokistonlar uchadi. Bu qora hakka nar nech pul ekan bu? Qora hakka narmi? Chiroyli ekan. 50 mingga arzon. Sotilishi, bo'lishi. Bo'lishi 50 ming so'm lekin arzon ekan. Agar qimmat ham aytgan yo'q, lekin boshqa nimalarga qaraganda yaxshi ekan. Yotganiga ham. Yotganiga. Buni parasi bormi buni? Bu jupmi bular? O'z ekan-a bu. O'z ekan, lekin chiroyli ekan. Telefon nomeri aytamizmi qiziqqanlarga? Yo'q, telefon nomeri. Yo'q, telefon tutmayman. Telefon akamiz shtatimdan deyapti, bo'lsa nomerlar beraveradi deyapti, lekin qora hakka narxi ekan. Endi qolganlarini tushirgani bo'laveradi. Kelsa ham achinmaysizmi? Sevali, sog' bo'ling. Xo'p. Qora hakka Pokiston qo'qlar bor ekan, sizdanmi? Qora hakkalar uchrayapsizmi ularda? Eng arzoni 20.
Moda. Shu qancha uchyapti moda? Bir kun uchadi. Garantiyasi bor. Hammasi garantiyasi bor. O'yinlar qanaqa buni? O'yini. 5-6 o'yinlar bor. 5-6 o'yinlari bor deyapti, tikka deyapti. Garantiyalari bor deyapti. Nech pul ekan bu moda? 150 ming so'mga bermayapti ekan. Bularni qanaqa uchishni bilmaysan qo'yganlarni. Lekin shunga garantiyasi bor. Bir kun cho'radi. Bir kun. Bir kun cho'radi deyapti. Mana shu modani olib turib tushsanglar bo'ladi, keyin qilib turib bolasini olasiz. Masalan, ketib qolsa, qo'ni qo'shnilar ishlasa bermaydi. Telefon nomerini aytamizmi, shunaqa uchmalar ichida? Aytoring. 97lik 233 70 ekan mana nomerlari akamni telefon qilaverasizlar. Modaga garantiya deyapti, Pokistonga ham garantiya deyapti, shuncha deyapti. Tushirib beraverasiz? Tushirib beraveraman deyapti. Mana garantiyalari bor ekan, telefon nomerlarini aytdi. Vali aka, sog' bo'ling. Rahmat. Yo'ldosh akammi? Yana sizmi? Yo'ldosh akam Ahmadjonimizdan chiqadi faqat. Ahmadjonimizdan xonga qo'yib, chiroyli qilib tashlaydi. Sizdan ham yo'ldosh aka bular ham sizdanmi? Ha. Tamommi? Nima aka? Yo'ldosh aka sizdan bular? Ha. Bor, ha. Novvoschi. Mana ko'rin, novvos, oqbosh. Bor ekan, oqlar bor ekan. Bu yerdan uchmalardan. Bu nar nech pul ekan bu nar? Yo modami? Nar 150 ming so'm. Novvoschi 150 ming. Go'richi? Go'ri 100 ming. 100 ming. Uchirganingiz yo'q bularni? Yo'q. Uchirgani yo'q ekan bularni. Bularchi bular? Bular uchmalar. 30 mingdan. Tanlab olish 30 ming so'm. Ha, yo'qib ketadi ekanlar, bormi bir uchirib olsam, qani tushmasa ham mayli dedi ekanlardan. Buni zo'r uchyapti. O'tirgan. O'yinlarga o'tirgan ekan. Bir kun cheydigani qaysi? Mana kishmishlar, mana bu. Kishmishlar bor ekan, mana kishmishlar bor ekan. Garantiyalari bor, bir kun choy deyapti. Bu ham sizdanmi yo'ldosh aka? Yo'q, u birovniki. O qizil ham zo'r. Bakki. Bu nech pul? Bu ham 30 ming. Bu ham 30 ming. Garantiyalari bor. 4 soat uchyapti aslida. 4 soat uchyapti ekan bular. Telefon nomerini aytamizmi yo'ldosh aka? Yo'q. Shu bozorda sotaveramiz. Bozorda sotamiz. Telefonga ham qo'yamiz. Faqat Ahmadjondan chiqadi. Faqat Ahmadjon. O'zimizda chiqqan juvonalarda u Ahmadjonga tashlaydigan. To'g'ri, yo'q, bilaman o'zim. O'ziga salomat bo'ling. Bu yerda mana sizliklar bor ekan. Siz ham o'ylaygan. Bu narmi odammi? Siz. Nar ekan. O, jupiga ham modasi ekan. Bu uchiryapsizmi aka buni? Uchirib ko'rdingizmi? Necha soat uchyapti mana shu? Necha soat uchadi? 3 soat, 4 soat uchyapti ekan. Sahar uchrasa bunga alti. Uyda ham bormi shulardan? Namozaga hajasi bo'ladi. Shulardan bormidi yana? Sotiladi ekan, mashq xolos. Mashq bor ekan, xolos deyap ekan-da. Juvonalar ham chiqdi, mana ko'ringlar. Juvona. Mana juvonalar. Bular turodan keyin ancha o'ziga kelib qoladi bular, ha? 15 mingligi bor. Nomer aytamizmi shu bunga? Yo'q, bozor sotaveramizmi? Nomer aytamizmi yo'q? Shetda. Bo'ldi, mana shu bozor sotaveramiz. Lekin narxi yaxshi ekan. Garantiyalari bor dedi. Mana sizga bor ekan, jo'ri bor ekan, so'z bor ekan. 50 ming berasiz. Mana 50 ming so'm bo'lyapti narxi.
Oldincha o'rmen endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizlar. Keldilar mana sizga. Ha, qo'shib qo'yamiz. Chiqib chiqaramiz. Yaqin qilib. Yo'q. Shu amandisni olib qo'ying. Qo'shdilar. Olayapsiz buni? Ha. Nechta olayapsiz buni nardi? 50 ming so'rayapman. 50 ming chovonlarga bering 50 mingga unardi akamizga. Yo'q, men olib beraman dedi. Men so'radim men. Mashina bering endi berib endi chovonlarga bir qiziqishga akamiz qiziqayotgan. Qasini berasiz? Qo'shtirgan bo'laman mana. Qo'shtiq emas bu, adnayo. Qo'shti. Qani? Ha, tulayapti ekanda, nomiga ekanda, endi adna deb qo'yinglar, endi nima qilasizlar, endi qo'shsa. Mayli. Hamma yo'g'i tanaqa ekan mana. Hamma yo'g'i tanaqa ekan. Tushunganlarcha biladi. Kamolnaga qormen endi mana qo'shtiq narm odam bu. Endi ko'rdik, shef, akamiz rosa qiziqar ekan, men ham olib qo'ying deb, akamiz olamiz xolos. Salomat aka tanishlarga. Tanishlar bor, qayerdan aka ishi? Jalaquduqdan ekan, Jalaquduq akalarimizga salom aka. Qo'yib o'tiribdi. Aka men bir kaptar sotaman deganmiz, syomka qilib olaman debdi. Kamolnaga model hech bir bo'lishi. Qo'shtiq. Erkin aka. Nega qiziq akalar qani? Bu Novotda. Chiroyli ekan, Novot hamlar. Novot, chiroyli ekan. Beringdan da bering. Lekin siz olaveradi. Ilk to telefon ishlatyapsizmi? Yo'q, ishlatyapsizmi? Qo'shtiq moda. Hech bo'ldi qo'shtiq. Tomonlari mana kaptarlar bor ekan, qora hakka, qoralardan. Separdan. Qora hakkalar egalari yo'q ekan. Mana qizil hakka, katta bo'lardi. Endi hozir bozorda bor ekan. Bu qora narmi bu? Nar ekan bu? Nech pul ekan bunda? 150 ming so'm. Sizga-chi? Hakka. Bu ham 150 ming so'm. Uchiryapsizmi, uchirmayapsizmi ularni? Ikkitasi 3 ming oladi. O'zingiz uchiryapsizmi bu hakkani, qorani? Ne soat tushyapti? Soat garantiyalari bor, o'yinlari qanaqa? Oma telefonni yo'qmi? Nomer aytgan. Nomer aytish kerak-da, mana chiroyli mana hakka chiqqan edi ekanda. Chiroyli ekan, mana qora naram chiroyli nar edi ekan. Moda chiqadimi qizil? Qizil hakka bu tulodan keyin o'zi kerak. Bu qora naram chiroyli nar edi ekan, tumshuqlari ham kalta tumshuq. Uchadi moda. Qora hakka moda. Bu nech pul moda? 150 ming. 150 ming so'm. Kami bor lekin hammasini. Shunday kami bor ekan. Mana narda ham ko'ringlar. Ko'ryaptimi o'zi? Chiroyli nar edi ekan, ahvolda. Qo'shib juplab bola olsanglar bo'ladi chunki o'zimizni mana kuzatuvchilardan ekan shef. Bosh qo'shti bor ekan mana juvona. Bu hakkalar. Keyingi safar men beraman. Bular nech puldan bo'lyapti bular? Qizil hakka. Hakka 150 ming kam bor, 40 ming. O 80 ming, o 150 ming kam bor. Bor ekan ana. Ko'rasizmi? Rost bo'lyapti. Oxunarlar bor ekan. Sizlarmi aka bular? Nallar nech pul ekan bu oxunar? 800 mashinada turgan. Bu 800 ming so'm. Narigisi 600 ming. 600 ming so'm bunisi ekan, 800 ming so'm bular ekan. Qo'llar 200 ming so'm ekan juda. Narlar aka ishlayapti bular a? Bola ishlayapti. Aka nomer aytamizmi qiziqqanlarga?
95'lik. 95'lik 643 93 73 ekan akamiz to'g'rilari qiziqqanlarga mana oqlarni ko'ringlar. eski anjanlarda. Oq ko'z, oqchay, oq tumshuq, ikki oyoq oq tumshuq. Mana bu olaman desizlar, qo'shsalar bo'ladi. Kami bor aka bulardi. Jichadan mana jichadan 50 ming so'mdan o'tam kamini qilib beraman deyapti. Qizil toshlar ashi 200 bo'lishi. Qizil toshlarni 200 ming so'm deyapti bo'lishi. Analarni ko'ringlar. Oqlanlar. Salomat bo'ling. Yerda mana aka qizil tush. Qizil tushlar bor aka. Aka. Qizil toshlar kimdan ekan bu? Nech pul ekan qizil tosh? Bu yerda ikkita bor ekan, olsa qizil toshlarlar. $500 jupimi? Jupi ikkovi jupi ular? Yo, narmi? Ikkovi ham nar ekan, jupini ekan $500 deyapti. Allarni ham ko'ringlar. Allar ham chiroylilar ekan. Yo'ram sizdanmi? Bu chavoldan ekan, salqinga ko'chyapti. Qizil toshlardan bormi yana? Shu qizil toshlardan yana bormi? Yo, shular xolosmi? Bor. Sotiladi ekanlardan. Modalardan ham bormi uyda sotiladi? Bu nomer aytamizmi qiziqqanlarga? Nomer aytamizmi qiziqqanlarga qizil toshlardan? Nechilik? Hozir akamiz telefon nomerini berib olaman deyapti. Ko'ringlar, mana ham chiroylilar ekan mana. Bo'lochyapti aka bular? 33'lik. 33'lik 416 416 70 00. 70 00. Aka bu narda nech pulga bermadingizmi bu nardi? $100 ga akamiz to'g'ri qilgan ekan, berishmayapti ekan. Mana shu narni ko'ringlar. Hozir bu yotib olibdi-kanda, bu charchadimi? Soda kelibdi-da. Shu narni mana ko'ringlar, chiroylilar ekan. Mana shu tashlasak bo'lmaydimi? Mana kattaroq qapasi-ya. Bu serparan ham aralashgan ekan o'zingizlar. Mana ko'ringlar, mana serpar. Qizil po'shti, serpar ozmoz aralashgan ekan. Ustiga aralashmagan ekan, pallaligi. Toza yaxshi ekan, chiroyli ekan. Bozorlarimiz shu tomonlarga ko'chibdi. Adam bozorlar, nariyada tovuq bozorlar, o'rdakchalar. Shu o'rdakchalardan bir so'rab qo'yaylik. Aka, bu o'rdaklar nech pul bo'libdi bular? Bular 20 ming. Donasi 20 mingdan. Juda oddiy o'rdak bular. Oddiy o'rdaklar 20 ming so'mdan aka. Bular aka Yoshroqlari ham ular Kanadadan chiqadi. 195. Ha. 20 ming so'mdan ekan mana akalar. Akam o'zi ketib qoldi, nomerlarini olay degani. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qiziqqanlar yoqqan bo'lsa, like bosib o'rasizlar, telefon qilib o'rasizlar.